Özlük kirvekleride, honolulu xiyalları. Zulupqar Barat Özbaş. Kiriş söz. Özemni tunuş ve özem bilen eliş hatırsı. Vətənki qayıtqan çağımda sözlügen bir qatımlıq liksiyemdə bir eyləməndin. Çətəldə oquş davamıdaki əng çonqur his qılğan nəsiniz nime? Dəb sorab qaldı. Mən özemni tunuşni və özem bilen elişni ögünü vaqalıqım dəb cavab bədim. İhtimal ömrümnің axırıda birau məndən oxşaş sualını sorsa, mən yen muşundaq cavab berişim mümkün. Mening yuqorqi javobda fe'lning hozirgi zaman shaklini ishlatishimdagi sabab shuki, o'zini tunish bir odam uchun, xususan men uchun bir umrlik jarayon. Ba'zilar o'zini umr bo'yi tunimay o'tib ketadi. Buni fojia demay amal yo'q. O'zi bilan elishish masalasiga kelsak, men burun nurg'un qarindoshlarimga o'xshashla o'ziga mubtin bo'lib ketish keslik giribtor bo'lgan ekanman. Chet elda o'qish safari menga o'zimga bir bemor sifatida muomala qilishni o'rgatdi. Özem bilen elişishni boshlab etdim. Bu odamdan jasorat va rayimsizlik talab qiladigan kurash edi. Bir bemorning o'zi bilan elishishi oson ish emas edi. Men ingliz tili o'qituvchiligini, dars so'zlaydigan munbarni bek yaxshi ko'ratdim. Uning mehridan kechish, xizmatimdan va boshqa imkoniyatlarimdan voz kechish og'ir keldi. Men hozirmi o'zimning munbar oldida dars nutq so'zlaydigan chog'larimni seg'inish ichida eslayman. Dars va nutq so'zlash o'zimning hurligini ifodalash, ichimdagi hasratlarni haydash uchun qo'llangan vositam edi. Endi men yana davomli izimga sakramaslik uchun oshu mehrlik narsalardan voz kechdim. Uningdan boshqa voz kechganlarim, bergan qurbonliklarim jiq. Bu voz kechishlar, bu qurbonlik berishlar o'zim bilan elish ko'rishimning muqaddimasi edi. Hozirmi o'zim bilan elishyapman. Kurash davomlashyapti. Men o'zimga jang e'lon qilgan siri ilgirki o'zimning uyg'oq turib tush ko'rgan bir inson ekanligimni tunib yetaman. Reallikda o'tgan va o'tayotgan ashu talay buyuk simaylar bilan o'zimni selishtirganimda o'zimni kichiklab yo'qolib ketayotgandek his qilaman. O'zim bilan qancha keskin elishgan siri ilgirki ruduboyligimga ichimdan yig'lashni o'rganaman. Şair G'uj Muhammad go'yo meni yozganda qiladi. U bir ablah, bilmas yashashni. 30 yilda o'rgandi aran, ichidan muңлық yig'lashni. U bir ablah, bilmas suyishni. 30 yilda o'rgandi aran, söygü uchun qandoq elishni. Mehrlik narsalardan voz kechishni, petimdan tushishni va o'zim bilan elishishni qaror qilganimda 30 yoshga kirgan edim. Nima degan kechikkan qaror ha? Odamlar o'zini va jamiyatni bek tushundigandek his qildi. Amaliyotda bu bir xom xiyol. Bu xom xiyol va ko'pchiligimizga o'rtaq bo'lgan o'zini bek yaxshi ko'rib ketish kasalligi amaliyotda o'zimizni haqiqiy tunishdan mahrum qoldirdi. O'zlikni, kimlikni umr bo'yi tunimay o'tib ketish bir tragediya. Ammo nurg'un odamlar ilgirki mendek bu tragediyani tunimaydi. Aytish kerakki, biz o'zimizni aqlliq chog'lig'imizda nodonga aylanayotgan bo'lamiz. Burun abstrakt sevgi va abstrakt tunishlar qo'rshovda laylab yurgan ekanman. Endi odamlarni konkret suyishni eg'iz bilan emas, balki amaliy harakatim suyishni o'rganyapman. Burun abstrakt mujmal tunishni bilim deb tushunib olgan ekanman. Endi mujmal yarım yota abstrakt bilishning aqlning qotil ekanligini tunib yetyapman. Burun yangroq shuarlarga, vatan manfaati haqidagi og'zaki va'dalarga havas qilib ekanman. Amaliyotni bilsam, hammasi ko'p ekan. Buni menga o'zimni tunish safari va o'zim bilan elish ko'rish o'rgatdi. Özlük, özümüzün nazarda, başqalarının ko'zida va o'zimiz yashayotgan jamiyatda kim ekanligimiz haqidagi nisbiy muqim bo'lgan tunishimizdir. Bu tunish jarayoni aynakdagi aksimizni ko'rish jarayoniga o'xshab ketadi. O'zimizni men xali bo'layman deb aytib aynakka qaraganimizda, aynak bizning zoti qanday ekanligimizni bildirib qo'ydi. Bu bir azobli jarayon. Men bu azobli jarayonni his qilgan siri realliqim bilan kimligim o'rtasida hang borligini tunib yetaman.
Özümni tunuş meni girveklerge qanqıtıdı. Mening bu kitabım chet elga chiqish, o'qish davomidagi ana shu qanqishlarda o'zimning hamon girvak ekanligimni tuyg'andagi dilbayonlarimning bir qismi. O'zlik jamiyat yetildi. Shunga jamiyatga ko'piklik va chiriklik odamning o'zligiga ta'sir ko'rsatmay qolmaydi. O'zlik bir iqinga o'xshaydi. Shunga bu iqinda jamiyatning turli qatlamlaridagi laylatqalari davrab kelayotgan bo'ladi. Әмма yana şunum ko'rish kerakki, o'zlikning inson realligidan qanqiydigan yuksak bir tarbi bo'ladi. Reallikning azoblariga yuzlanib, fikr ishida yashaydigan odamda dal ashu hal qilma o'zlik uni o'zi bilan ilishishga, o'zini davomli tunishga undab turadi. O'z navbatida o'zligimiz muqim turg'un bir gavda emas. U bir jarayon, bir iqin. Biz bu jarayonni iqinni g'oyamizdagidek bir yo'linishga boshlab ma'alaymiz. Bu bizdan o'zimiz bilan to'xtovsiz ilishishni talab qiladi. Men o'zim bilan ilishayotganda o'zligimdagi laylatqalardan xalqish uchun qanqiyotgan ichki dunyorimdan bir sado keldi. Vujudingda bir zahar bor. U zahar hujayralarga tarab ketgan. Uni tozla. Onun bilan kurash qil. 2008-yili avgust, Urumchi. 1-bob. Amerikaga safar. Oshqushliq so'zlar. Tuyg'u emgaki, madaniyat andikishisi, ishonch mexanizmi, o'zligidan o'rganish, vaqt engi va vaqt boshqarish, til o'rganish. Azobliq tanlash, ma'ni izlash safari. Urug' tuqqanlarim, do'st birodarlarim, o'quvchilarimning nazarida men talaylik edim. Ular talay so'zini ishlatganda qanday o'ylaydi, bu menga ma'lum. Ammo bilish kerakki, birovning talayi tuyuqsiz osmondan tushib qolmaydi. Osh talayning keyniga qanchilgan riyozat, ajr tarsingan. Buni shu talay egasining o'zi biladi. Siz boshqalar havas bilan til chaqiltadigan shu talayga erishganingizda deb o'zingizni tashlab huzurlangangiz keladi. Ammo ko'p hollarda unda qilolmaysiz. Hatto ba'zida taxi shu talaydan tuyib voz kechishga majbur bo'lasiz. Bu ahmoqlikdanmi, bezorlikdanmi, qanoatsizlikdanmi yoki bo'lgancha bo'g'im keladi deb talay omadning texmi cho'ng'iga erishish uchun intilishdanmi? Bu qatim behisob ajr va talay jur'at tavakkülçiliklarim badli kelgan talaylardan o'zim xalab turib voz kechdim. Yaxshi ko'rib qilayotgan xizmatim oyda muqim kirib turadigan maoshim bor edi. Ammo bu qatim qilch tavramasdan bu ziyonlarga chidadim. Ba'zilar buni ziyon dedi. Men deyman, bu ziyonmi? Muvaffaqiyat uchun badal to'lash kerak-ku. Issit ajring, dedi jafakash onam. Rahatni tashlab jafoga mangdigan ahmoq, dedi dilkash do'stlarim. Chet elga o'qishingiz qachon tugaydi? Endi kimning leksiyasini olarmiz? Deb afsusliq orlashgan samimiyatini bildirishdi o'quvchilarim. Hammasiga rahmat dedim ichimda. O'tkinchi rohat va ijtimoiylashish davomida yuqtirib olgan qanoat tuyg'usi o'zimga taalluq hissiyotlarimni talon-taroj qilib, meni g'aflatga chillashga boshlaganda o'z yurtimda turib berilib ishlasam, qo'limdan ish chiqish mumkinligi bo'lgan ahvol ostida men yana 30 yoshlik umrimga chekit qo'yib, o'zimning ruhiy dunyosini uzul-kesil isloh qilish qaroriga keldimda, chet elga chiqib o'qishni tanladim. Qurilgan 2012-yildan buyon 5600 dan ortiq o'quvchining eg'izga ilm solgan, qurilgandan tortibla o'quvchilarimni til va ideya jihatdan tarbiyalashni nishon qilib kelayotgan Sarxulish ingliz tili tarbiyalash markazini vaqtida taqdim. Yerdayotgan ingliz tili va uyg'ur tilining selishtirim grammatikasining yarim yo'lda to'xtab qo'ydim. Qo'limda o'qiyotgan o'quvchilar kursini tugatgandan keyin ulardan apo so'rab tarqatib o'tishga majbur bo'ldim. Menga kimligimni, mas'uliyatimni va yangi istaklarni his qildirib turayotgan 3 oylik bo'lgan o'g'limniga yig'lab turib xo'sh dedim. Sarxush, ijodiyat, xizmat, bala, bular mening zaminimda 31 yil dastlab yurib his qilgan eng chin va samimiy xo'shalliklarim. Hayotimning eng tatliq tuyg'u ma'nolari singan natijalarim edi.
Hammasiga ko'zimni yumib turib, xo'sh dedim vaqtincha. Bu ularni tashlash emas. Balki o'sha suyumlik narsalarni yuragimga tang'an holda o'zimni texmo buyuk manzilga boshlash uchun edi. O'g'lim so'zlayolmaydi. Mаңдыған күнім татлықлышып, bu vaqtliqning eng yumron chaqliqlarga taalluq bo'lgan yangi qiliqlarni chiqarib atgan o'g'lim yoshliq ko'zlarimga quchqimda turib un-tunsiz qarab ketdi. 2003-yili iyunda ustoz Abduqodir Jaloliddinning Sarxush ingliz tili nomli kitobga yozib bergan beg'ishlamasini olg'ili uyga borgan chog'imda u kunishi hangida baldurroq to'y qilishimni jikelab, o'ylanmay turib, balliq bo'lmay turib mukammal er bo'lolmaysiz. Ailening lazzatini balliq bo'lganda bilasiz degan edi. Rosa aytibdi ekan. Bo'lmoqdagi o'g'limni quchqimga elib, har qatim to'ymay purab ketganlarimda bir xil burish tuyg'usi va umid aralashgan tatliq bir xil xo'shallik ichimni yayratib ketdi. Balamdan 31 yosh burunqi o'z aksimni ko'rgandek bo'latdimda, anamga mərhum dadamga bo'lgan qoyillik, suyunish tuyg'usiga, yangicha armonlarning quchqiga bo'linatdim. Mana endi qiyolmaslik bilan bu xo'shalliklarga xo'sh demak dedim. Abduqodir Jaloliddin aka mukammal er deganda nimani ko'z tutgan bo'g'aydikin, bunisi menga nama'lum. Ammo hozir o'ylasam, erkak bo'lgandikin qurbon berishlarga, jafolarga, hayot har bir pallasida tasqagan chog'lardagi dashvochiliklarga chidash kerak ekan. Har qancha komil odamning qashqisiga mukammal er degan xat yozilgan emas. Ammo o'ziga xos sezim yo'qolmagan, o'zidan halqishni odat qilgan ruhning odamni yangicha bir safarga, o'zini izlash safariga boshlaydiganligida gap yo'q. Mana shu safarga va shu safardan muqarrar duch keladigan sinoqlarga dadillik bilan yuzlanarligidek odam mukammal bo'lmasa-mu, hech bo'lmaganda borgan sari pishib yetildi ekan. Albatta. Chet elda o'qish hamma narsadan derak bermaydi. Ba'zilarning nazarida u bir xil talay. Ba'zilarning nazarida u chiqil bo'lmaydigan cho'qqa. Ammo bugungi kunda ilm sohasida talay deydigan narsaning mavjudligiga kim ishlarkin? Agarda bor degan taqdirda u cho'qimki mehnatning mevasi. Ammo yaqinqi 2 yildan buyon chet elga chiqib o'qish nasib fursati menga talayga o'xshashli o'ng'ay nasib bo'ldi. To'y qilganimga 20 yil bo'lganda avval Angliyadagi dаңliq universitetlarning biri bo'lgan Nottingham universitetining jamiyatshunoslik kasbidan, uzun o'tmay Angliya Kel universitetining ingliz tili adabiyot kasbidan magistrlikda shartsiz o'qish chaqirig'ini topshirib olgandim. İzdinish to'xtovsiz o'zligidan o'rganish badaliga kelgan bu chaqiriqlarni dangsab, qaysi universitetga, qaysi kasbda o'qishim kerakligini bilmay yurgan chog'larimda Ford o'qish mukofotiga erishganligim haqida xo'sh xabar topshirib oldim. Ford o'qish mukofoti navbatda dunyodagi eng zo'r so'mliq o'qish mukofoti puli bo'lib, Amerika Ford saxovat tashkiloti uni dunyodagi taraqqiy qilayotgan Jungo qatorliq davlatlarning chet ellarda o'qish fursatiga erishamagan o'quvchilarga o'qish fursati yaratib berish, dunyo miqyosida nomrodlik va qallaqlikni yo'qotish maqsadida ta'sis qilgan edi. Angliyaning boya tilga ilingan universitetlarida o'z xarajatim bilan o'qiydigan bo'lg'achqa, ishkilanmayla Ford o'qish mukofoti bilan o'qishni tanladim. Bu tanlash chet eldaga 1 yil kechikib chiqib turib mengishimdan, bundan keyingi 2,5 yillik o'qish hayotimda telefon puldan o'qish pulgacha bo'lgan har qanday xarajatdan g'am qilmay turib o'qishimdan derak beradi. 2007 yil 28 fevral Ford o'qish mukofoti hay'atining Beijing ish boshqarmasidagi xodimlar yolfonimga telefon qilib, Amerika Havay universitetining jamiyatshunoslik kasbidan chaqiriq kelganligini, iyunning oxirida yo'lga chiqishim kerakligini uqtirdi. Ham xo'shal bo'ldim, ham jiddiylashdim. Xo'shalligimni tushunishga bo'ladi. Ammo jiddiylashimdagi sabab balamning tug'ilishiga bir hafta vaqt qolgan edi. Xudoga shukr, balam sog'-salomat tug'ildi. O'qishning tayyorligini jiddiylashib tugatib oldim. 20-iyun. Men Urumchi aerodromidan qo'zg'aldigan kun. Unimig'inimga qaramay aerodromga anam, to'rt akam, inim uzatqil chiqdi. Hammaylar bilan quchoqlashib turib xo'shlashdim. Mening ko'zimda yosh, anamning ko'zlarida yosh. Aka inlarim yig'lamaslik tirishib turg'uni bilan xo'shlash oldidagi murakkab eslari
çanaqlarıdan ma'lum idi. Anamның көзідегі, менің көзімдегі яшынан кәйнігі жүрінған сыр әммейләнгі аян. Барсы кәлмәс yol маңымыған декен, еғлаш бейхажат еді. Әмма чақырақ келіп, мағучы болған орлықта, я сұраман болғыдәк мұракеп ішланы, суықчылықланы. Hatta düşmeliklerini baştan keçirdim. Birovlar çetelge çıkıp oquşum to'sqanlik qildi. Birovlar meni qaqti soğut qilmoqchi bo'lishdi. Yana birovlar hasad aralashgan dokumentlarni choplashdi. Ish qilib mengishdan burun chetelga bilim elish uchun mangadigan har bir ilm egisi tabiiy holda boshdan kechiradigan jarayonlarni besib o'tdim. Balangdan xotirjam bo'l. Sen kelgacha oldinga yugurib chiqida qilib cho'ng qilib beraman, dedi yig'lab turib odam. Yaxshi o'qib kelishingni umid qilamiz. O'qi. Ammo qo'lingdan ish chiqsin, dedi Tulg'otir maktabda adabiyot o'qituvchilik qildigan akam. Qaysi bir kitobdan odam bu dunyoda oxirgi hisobda nima uchun yashaydi degan savolga suyulish uchun deb javob berilganligini o'qiganman. Hamda bu javobning vaznini texmi cho'nqur his qilyotdim. Men o'zimning aqidasiga bo'lgan e'tiqodim, Uyg'ur jamiyatidagi ijtimoiy masalalar tadqiqotiga bo'lgan ixlosim, xalqimga va oilamga bo'lgan muhabbat tuyg'usi bilan rohatdan voz kechib, azobli tanlashlarga chidab bu safarga chiqyotdim. Oilamdagilar menga bo'lgan muhabbati, mendan kutadigan umidini gap bilan emas, bola jafosini ustiga elish bilan ifodalayotdi. Odamni tinimsiz, umidvor yashashga, yangi pallaga undaydigan omillar ichida suyulish tuyg'usining kuchi naqadar zo'r. Ammo odamning o'z xalqiga, tuproqiga, oilasiga bo'lgan muhabbati g'oyat zo'r badal talab qiladi. 22-yo'l tushdan keyin Beijing aerodromidagi jiddiy tekshirishlardan tarlab, tipchildab tugidek o'tib, Koreya Seul aviatsiya shirkatining Honoluluga boradigan yo'lovchilar aeroplaniga chiqqanimda o'zimning chet el safariga mengayotganligimga to'liq ishonch qildim. Jiddiyligim pasaygani bilan beshim sal og'rishib boshlagan edi. Üstü beshimdan qo'yilayotgan tarni surtgach, aeroplan ichiga sap soldim. Aeroplanda kutkuchilik qilayotgan Koreya qizlari haqiqatan sipoya chiroyli edi. Bel tasmasini bog'lab olishimni ravon ingliz tilida toplayotgan kutkuchi qizlarga uning chiroyidagi yaqimliq kulimsirishiga qarab, ixtiyorsiz Tony Blairning maslahatchisi bo'lgan angliyalik mashhur jamiyatshunos Anthony Giddensning Jamiyatshunoslik nomli kitobidagi Tuyg'u amgiki degan gapni eslab qoldim. Koreyalik qizning man qilgan odatdagi tabassumi tabiiy yaqimliq. Ammo bu kulimsirash uning yuragining cho'nqur qatlamidan chiqqan bo'lishi notayin. Tuyg'u amgiki kishilarning xo'jayiniga elayotgan maoshiga yuz kelish uchun jismoniy kuchini emas, tuyg'usini, hissiyotini sarf qilish jarayoni. Arman Talla bozoridagi Miraj testamaxonasidagi Uyg'ur qizlarning, ya'ni bu aeroplandagi Koreyalik qizning chiroyidagi tabassum amaliyotda bir xil tuyg'u amgiki. Ular mana shundaq tabiiy kulimsirash uchun talay qatimlab mashqlantirilgan. Agar mumkin bo'lsa edi, bu qizlarning tuyg'u amgikiga qatnashayotgandagi kulimsirishi bilan ularning o'zini yaxshi ko'radigan yigitining so'yga izhorini anglagan chog'dagi kulimsirishini selishtirib baqsaq, bu kulimsirashlarning chinliq, tabiiylik darajasidagi farqlar o'zidan ma'lum bo'ladi. Jamiyatshunoslik amaliyotda mushu farqning keyindagi ijtimoiy sababga bekrak diqqat qiladigan bir qiziqarli fan. Men jamiyatshunoslik kasbiga o'zim xohlab kirishgandan buyon xiyolchan shaklidan mohiyatini izlashga kuchaydigan bo'lib qoldim. Yana bir ko'rsam filmidagi Yongjuning adablik salom soatlarini eslatadigan koreyalik kutkuchi qizlarning chiroyida bir xil nur bor edi. Bu nur menga nimishqidir Koreyaning iqtisodiy taraqqiyoti bilan ozroq bo'lsa-mu munosabati bordek tuyuldi. Qizlarning chiroyidan yaqinliq bir go'zallik bilan o'zgacha bir nur balqib turadi. Odam o'z vatani va jamiyatidan iftixorlik his qilsa, iqtisodiy jihatga beqovullik va ilojsizlikdan qutulsa, qilayotgan ishidan suyunsa, tabiiy holda chiroyda nur paydo bo'ladigan gapkan. 5-6 yil burun
reallik haqida hissiy bilish bosqichi turib qolgan, hayajon bilan yurgan chaqlarimda mening chiroyimdimi ashundaq bir nur bor edi. Әмді әр қанcha zo'rlabmi chiroyimga bundaq nurni chiqarolmagudekman. Chiroyimda nur bo'lmasa hech gap emas. Ammo qalbimda iymon vijdon bo'lsa, menga birdamlik manfaat ato qilgan realligimga aldanmasam, hayotning meni halsiratgan tugunchaklarini mohiyatidan tushunishga tirishsam, menga tuz bergan tuprog'imga, suyulish tuyg'usi ato qilgan suyimli xalqimga osiylik qilmasam, ruhiy dunyorimning hamon nur bilan to'ldiganligi aniq. Мен ашындaq тәгсіз xiyollar ichida bir oz o'ltirgandan keyin aeroplan darisidan sirqa sap saldim. Kallam xiyoldan neri buldigandek emas. Heli qurban berishlarimning vazini, ahmiyati ustida o'ylansam, heli amdi duch keldigan yangi masala haqida bosh qotiratdim. Men o'ylana olayman, shunga mavjud bo'la olayman, deydi Fransiya mutafakkiri Ren Descartes. Yangi makan madaniyat endeksi. Honolulu Amerika Havay shtatining markazi. Xalqarалық dаңlıq sayohat shahri. Uyg'ur tiliga tarjima qilganda Jannatning qahri nomli televiziya filmi dal mushu yerda suratga olingan. Tarixdagi dаңlıq Pearl Harbor voqeasi mushu yerda yuz bergan. 1941 yil yozda Yaponiya Amerikaning Pearl Harbordagi harbiy bazasiga tuyuqsiz hujum qilib, Amerikani 2 dunyo urushi qaynamiga so'rab kirgan. Men o'qiydigan Havay universiteti bu shtatdagi eng dаңlıq universitet. Bu universitetning okeanshunoslik kasbi dunyo bo'yicha birinchi o'rinda turadi. Uning iqtisodshunoslik, tilshunoslik qatorliq ijtimoiy ta'lim kasblari Amerikadagi universitetlar oldida yuqori obro'ga ega. Jungoni tadqiq qildigan Munavvara majmua Jungo tadqiqoti mushu universitet tarafidan chiqarildi. Bu yil Havay universiteti qurilganligining 100 yilligi. Amerika parlamenti maxsus mablag' ajratgan Sharq-G'arb tadqiqot markazi Havay universitetida. Menga beriladigan o'qish mukofot pulining bir qismini mushu markaz ko'tardi. Bu markazning odami bo'lg'achqa biz boshqa aspirant o'quvchilarga qaraganda bir muncha alohida imtiyozlarga ega. 4 qavatlik Sharq-G'arb tadqiqot markazining binosi biz uchun ochiq. Maxsus yastilgan o'shqush bilan kompyuterxonaga 24 soatning xoligan vaqtida kirib mashg'ulot qilsak, printerda materiallarni qanchalik besib chiqarsak bo'laveradi. Osiyo haqidagi ingliz tilida nashr qilinayotgan bir muncha ilmiy emgaklar mana shu markazda ro'yobga chiqadi. Men Havay universitetiga kelib dastlabki 2 hafta ichida chet elga yangi chiqqan odam muqarrar duch keladigan madaniyat endeksi jarayonini boshdan kechirdim. Dastlabda bu shaharning go'zalligidan, pokizligidan, universitetning bog'chani aslatadigan muhitidan hayron bo'lib, hayajon ichida yurgan bo'lsam, bara-bara uyni, balani sig'inish hissiyoti kuchayib, tomoq etish, kir yuvish qatorliq bir qator yangicha masalalar oldimga qo'yildi. Nima amal? Qursoq yoki g'arbsinishini debla chidamaslik qilish g'oylik o'g'il bolaning ishi emasda. Nazarimni ko'z oldimdagi dunyoga va bu kunlardan yeydigan rizq nisbimga tikmasam bo'lmaydi. Shu orqali to'lgan badalga tushliq nafga erishishim mumkin edi. Bu hammani yoshlik ko'zlari bilan ustib qo'ygan har bir mikrootliq qarindoshlarimga yetkaza oladigan haqiqiy javob. Kuyinish, suyish bo'ladi. Nazarimni atrofga og'dirdim. Men yangi bir yerga borsam, tabiiy manzillardan ko'ra yangi uchurlarga, odamlarning ichki dunyosiga bakrak diqqat qilaman. Va tabiiy holda uni Uyg'ur jamiyatiga munosabatli xalqlarga bog'lab tahlil qilaman. Balkim bu jamiyatshunoslikqa ishtiyoq bog'laganimdan keyin menda shakllangan kasbiy mijoz bo'lishi mumkin. Meni Havay universitetiga kelgandan buyon hammadan bakrak hayron qoldirgani ijtimoiy so'rovlardagi ishonch mexanizmi ustiga qurilgan o'zgacha bir xil sog'lom kayfiyat bo'ldi. Boya tilga olgan Sharq-G'arb tadqiqot markazining binosiga mushu yerning a'zosi bo'lish sifatimiz bilan xalqqa vaqt kira olaydik. Binolarni boqadigan kuzatchi yo'q edi. Toklar o'chirilmaydi. Koridorlar qo'yilgan Osiyo tadqiqot haqidagi kitob shkaflari va kompyuter xonalariga qulf solinmaydi. Biz turadigan aspirantlar yotoq binosida ko'pchilik o'rtaq ishlatadigan to'nglatqu, mikrodolqinli o'choq, muncha qatorliqlardan sirt o'quvchilarning shaxsiy to'nglatqulari, oshxona jaddoqlari, qochquchlari shkaflarga qulf solinmaydi.
supun, chash yuvish suyuqligi munchalardagi har biraylarga atab yasab berilgan ishkaplarga qo'yiladi. Ammo ishkaplar quluplanmaydi. Mən universitetə gələn tuncu həftəsi vətəndəki vaxtımda təbii halda yetildirib alğan özəmgə puxta buluş, yadlardan xəvfsirəş duyğusu məni bəklə oңaysız ahvalğa düşürüb qoydu. Gəlgən günümnің ətisi vətəndən gəlgən qaç-qumuşlarını joylaşdırış üçün op işlətildiğən aşxanağa girdim. Mənə təqsimlənən sipirlik qaç-qumuş şkabi uçuq idi. Özəmcə məxfi numar ornatmaqçı olub xəl həbləşib baxdım. Amma işkapның işki etilmedi. Qanda qilishini bilmay tursam, neredeki uçaqda tamaq etayotgan chet ellik o'quvchi ismining Ochkun Gretsiyalik ekanligini keyin uqdim. Yanıma kelib mendan inglizcha so'radi. Jungodan kelgan o'xshamamsiz? Ha, dedim men uning qanday bilib olganligiga hayron bo'lib. Jungolik kelgan qanday bilib oldingiz? Bizning bu oshxonada 3-4 jungolik o'quvchi bor, dedi u kulib turib. Odatda jungolik o'quvchilardan boshqa qoch-quch ishkaplarni etib yurmaydi. Amaliyotda ansirishingiz behojat. Bu yerda hammalar angliq, bir-birimizga ishonamiz, hech bo'lmaydi. Narsangizni qo'yavering. Men o'ng'ays ahvol tushib qoldim, lekin yana xotirjam bo'lolmayotdim. Agar ishkangizni rostlatmoqchi bo'lsangiz, dedi u ko'nglimdagini bilib olgandek. Birinchi qavatga tizimlash o'rniga tushib, maxfiy nomer iltimos qiling. Birinchi qavatga tizimlash o'rniga tushib, maxfiy nomerni iltimos qiladigan jadvalni to'ldirib olsam, bizni aerodromga ag'al chiqqan yaponiyalik qiz Azusa uchrab qoldi. Nima ish qilyapsiz? deb so'radi u yanıma kelib, yaponcha puroq xeli ig'ir bo'lgan ingliz tilida. Qoch-quch shkabimga maxfiy nomer iltimos qilay dedim. Azusa kulib ketib chaqchaq aralashtirdi. Qaraganda Jungoning universitetida o'g'richiq o'xshamamdi. Bu degan ko'cha emas, universitet. Bir-birimizga ishonmasak qandoq bo'ldi? Yaponiyalik bu qiz gapni chaqchaq tariqasida qilgan bilan menga boshqacha ta'sir qildi. U shundoq tuz qiz edi. Sizlar jungolik o'quvchilar bak ehtiyotchan kelsizlar, dedi Azusa ko'nglimdagini sezmaydi tuz ko'ngillik bilan. Odat ishkaplarimizni hech qaysimiz etmaymiz. Men yana bir qatim o'ng'ays ahvolga tushib qoldim. Azusa menga xo'sh deb yo'lga ravon bo'ldi. Men oxiri qo'limdagi qalamni qo'yib, tizimlash o'rnidagi amragilik qiziq dedim. Bo'ldi. Maxfiy nomer iltimos qilmay, sizni avar qildim. Hech qisi yo'q, dedi qiz murisini chiqarib qo'yib. Shunda qilib men qoch-quch shkabimga maxfiy nomer iltimos qilmadim. Ammo bir necha haftaga yana toz deganda xotirjam bo'lolmadim. Oradan 2 oy o'tgan bo'lsa-mu, men ansirgashning hech qaysi yuz bermadi. Beshimdan o'tgan oddiygina kechirmish meni ishonch degan so'z haqida xeligacha o'ylantirdi. Frank Ryan, hamma odamga ishonib ketsang, balkim olinib qolishing mumkin. Ammo hech kimga ishonmay o'ssang, hayot bakmi lazzatsiz desam, Ralph Waldo Emerson. Odamlarga ishongin. Shunda ular senga samimiy bo'ldi. Odamlarga yaxshi muomala qil. Shunda ularning har bir yorqin tarafini ko'ra olaysan, deydi. Biz kichikimizdilla o'zimizga puxta bo'lish, boshqalarga aldanib ketmaslik haqidagi vaz nasihatlar ichida cho'ng bo'lamiz. Ammo jamiyat psixologiyasi nuqtasini aytganda, ziyoda xavfsirash va ehtiyotkorlik tuyg'usi odamning xotirjamligini mangu tinch qo'ymaydigan bir xil psixik kasal. Gerçi farqli jamiyatimizning ahvoli bizni ehtiyotchan qilishga undab tursa-mu, bir jamiyatning umumiy ijtimoiy havosini ishonmaslik, xavfsirash, noma'lum andish kayfiyati qoplab ketsa, undaqda bu jamiyatning odamlarda shaxsiyatchilik, behuda shubha hissizlanish, xohishi eg'irlab ketadi va zehn xo'raydi. Menning ahamiyatli ishlar ustida bosh qotiradigan vaqti ozlab ketadi. Bu hal bir millatning butkul nazariy tafakkur quvvatining o'sishiga foydasiz. Ammo masalaning yana bir tarafini ko'rish kerakki, iqtisodiy nomrodlik tugatilmagan, muhtojlik masalasi tal-tukis hal qilinmagan, ma'naviy safa umumyuzlik yuksalib ulgurmagan, kishining haqqiga ko'z solmaydigan pokiz qalb avom orasida yildiz tortmagan jamiyatda odamning xotirjamlik tuyg'usi hargizmi qanoatlanmaydi. Bu holda ishonchdan so'z echish tez. Menga yangilik tuyulgan ikkinchi ish Havoyda odam bilan tabiat o'rtasidagi munosabatning bo'lakcha yaqinligi bo'ldi.
Havay штаты Tinch okeanining o'rtasida bo'lg'achqimi, odam, okean, tabiat o'rtasida tabiiy holda garmoniyalik bir munosabat shakllangan bo'lib, bu joyni ismi jismiga loyiq dаңлық sayohat shahriga aylantirgan edi. Havayga kelganimizga bir hafta bo'lgan kuni Ford o'qish mukofotiga erishgan yuqori yillikdagi o'quvchilarning yo'l boshlashi bilan Havaydagi Beyishbog' deb nom chiqargan go'zal joy Waikiki orliga sayohatga bordik. Waikiki orli Amerika televiziya filmi Jannatning qahri suratga ilingan joy edi. Urumchi dengizdan eng yiroq shahar. Kishilarning tabiatdan huzurlanib, kallasini sagitib kelish uchun soatlab yo'l menishiga to'g'ri keladi. Men 1995-yili Xinjiang universitetining Jungo tillari fakultetida o'qiyotgan chaqlarimda Ishkirdagi dengizni aram bir qatim ko'rgan. Uzun muddat bekik, tar muhitda haqiqiy keng tabiatdan ayrilib yig'ishig'ashqimi, Waikikiga borgan tunji kuni bu oroldagi tabiiy go'zallikdan og'zimni kakkutek echib qoldim. Shaharning chetida osmon palak hayvat mehmonxonalar, rat parks ko'chalar yenda bizga televizorda ko'rishga nasib bo'lgan go'zal Tinch okean manzarasi aks etib turadi. Okeanning qirg'oqqa yaqin qismida rahatlanib suv uzayotgan, sahilda suv kichib, suv chechishib o'ynayotgan, texmu yiroqda qo'rqmay suv kankasida tayilib o'ynayotgan kishilar Tinch okeanning suridan ansiraydagandek emas. Bir necha joydan 2-3 yoshlik bolalarni beshidan egiz ko'targuncha suvga akirib o'ynatmoqda. Qirg'oqda 300 metr keladigan joyga ogohlantirish belgisi qo'yilgan hisobga olmaganda, tartibga mas'ul biror kishini qutqizish kiyimi kiyib olganlarni yoki jiddiylashish alomatlarini ko'rgil bo'lmaydi. Keyin o'qsam, okeanda dengiz qattiq ko'tariladigan kunlari oldin signal berilib suvga tushish cheklangan. Zumratdek suzuk okean suyi qirg'oq bilan ko'chalarni ayirib turadigan egiz ochi daraxtlari. G'o'r shamol usti elib kelayotgan namxush havo, sayohatchilar so'zilib yotgan to'pir rangli sahil odamga jiddiylikni unutilg'usiz ta'sirot ato qiladi. Men o'zimning dunyodagi eng go'zal shaharlarning biri turayotganligimga amdi cheksiz ishondim va suyundim. Ammo jiq narsalarga hayron qilishdan xoli bo'lamadim. Egiz zilva qizlarning ichki kiyimi bilan ko'chalarda mingishlarini, ayol qiz o'g'illarning yalang'och tugidek bir yerda so'zishlarini, tex yaqindan tunishgan ba'zi shosh o'quvchilarning oldirab tinab yeshinib suvga o'zini etishlarini qabul qilolmaydim. Shunga saboqdoshlarim suvga tushishga da'vat qilgan bo'lsa-mu, dengiz sahilidagi o'rindiqda qo'pmay o'ltirdim. Xiyollarimning oxiri chiqadigandek emas. Mundaq qilib aytganda, mening bu yerdagi yerim yalang'och qizlarning ish-harakatlarini qabul qilmasligim madaniyat andikishisi jarayonini boshdan kechirayotganligimning bir turlik isboti edi. Nimani qabul qilolmasligimdan qat'iy nazar, bu yerda hayot davom qilaveradi. Balkim ko'nglimdagini aytsam, saboqdoshlarim mendek xiyolchan bayqushning sodda konservativligidan kulishar. Kishilar nimishqa shunday qiladi degan savolni markaz qilgan bosh uchi yo'q xiyollarim, ta'jublarim har qanday yangi yerga, yangi davlatga borganda duch keladigan madaniyat andikishisi hadisini menga amaliy his qildirib o'tadi. Xiyollar qaynimidan chiqolmay o'ltirgan vaqtimda yandagi o'rindiqdagi yangi bir ahvol diqqatimni tortdi. Oq tanlik yashangan bir kishi so'l bilgiga ishki qushni qo'ndirib olib, dam berib o'tadi. Pastda heliqi odamning oyog'i ostida 4-5 qush atrofda o'tirganlarni ko'rmayotgandek cho'rqilashguncha don izlab yuradi. Oyog'imning yana bir qush keldi. Men hayron bo'lib, bu qushlar nimishqa odamlardan qochmaydigandu, qo'rqmaydigandu deb o'yladim. Urumchida bundaq manzarani ko'rish mumkin emas edi. Biz chiroyli qushlarni faqat qafas ichida ko'ratdik. Odam bor yerga yaqin joylarda qushlarning odamdan aymanmay turganini, cho'ruqliqini ko'rganim esimda yo'q. Keyincha bayqidimi chiroyli, toji har xil rangdagi qushlarni oshxonalarda jiq uchratdim. Oshxonamizning balkoni ochiq bo'lg'achqa, tushlik kech tomoqlardan keyin qushlar cho'rqilishib, ko'kdat adolaydigan ko'lchaklarga kirib, oziqlik izlaydi. Qo'g'limg'ich qochmaydi. Hech kim bu ishlardan hayron qolmaydi yoki qushlarni qo'g'lamaydi. Bundaq chog'larda men ixtiyorsiz Urumchidagi bulg'angan muhitda paylari qaridab qolgan bechor qushlarni eslaydim.
Бәлкім inson qalbidagi ozodlik tuyg'usi odam va tabiat munosabatining yaqinligi bilan texmo big'ira qanot topsa kerak. Qushlar asli odamlarning do'sti. Qushlar qochmaydi, ammo odam qochiradi.